Joning sog' bo'lgur, hali sallardan zot olib, tuxumlaringni $100 pullab trekker olaman, hali boyib ketaman. Har bir tuxumingni $100 pullayman. Bolalaring chempion bo'ladi. Joning sog' bo'lgurlar. Ol. Ko'rganlar havas bilan qarasan. Hali ko'chaga chiqsam meni nomer 1 parvoz deysan. Murodjon, dakammi? Bu mahallada mendan boshqa dakam boqadigan odam yo'q-ku. Men yarim taqibsan. Buni boplaymiz. Ke o'rtoq, ke. Tuzaymisan, charchamasdan, ha? Dakam boqib qolsan, qayerdan keldi bu zotlar? Qachon boshlading? Boshlaganimga ko'p bo'lmadi, lekin juda ham qiziqdim. Toza zotlar. Bular orqasidan trekker Malibuga aylantirmoqchiman. Yaxshi qilibsan-u. Bu dakarlarning rangi pastku. 15 ta 20 talik zotlaridan bor edi menda. Bir maslahat qilmabsan-da, og'ayni. Balki hali ham kechmasdir, berarsan bir jup zo'ridan. Mayli beraman-u, senga qimmatli qilmasmikan, og'ayni? Shuncha yillik qadrdonimiz do'stim, menga arzonroq qilib berasan-da, faqat zo'r zotidan bergin. Bir jupini $1000 ga bermagan zotdorlari bor. Do'stligimiz hurmati senga $700 ga beraman. Mayli do'stim, baraka. Kelishdik. Bopladim u. Bozordan 150 ming olgan jo'jalarimni $700 dan sotsam, ikkita novoz bo'ylab qo'yaman. Rahmat do'stim, boringga shukr. Menga eng zo'r zotlardan berding. Endi buni bir nishonlamaymizmi? Yur, men seni bir mehmon qilaman, do'stim. Obbo, bizga bir xo'roz yo'q-ku. Qarayinchi, kimniki ekan bu xo'roz? Ha, dadajon, xo'roz uyg'otib yubordimi? Uyda xo'roz yo'q-ku, qaydan paydo bo'ldi, o'g'lim? Sotib oldim. Shahar chempionlaridan, eng zo'ridan. Shuni ham pulga oldingmi? Uyquni bezovta qildi. Qanchaga olding endi buni? $1000 ga oldim. Bu hali chempion bo'lsa, hali bundan zotlar olib, jaraq-jaraq pullar ishlaymiz. Ana unda o'zimga emas, sizga ham xotin beraman. Nima? Menga xotinlar berasan? Yo'qot xo'rozingni. Dedi. Bu mol meni uylantirmoqchi keling. Avval o'zi uylansin, menga xotinlar berarmish. Menga o'zicha prikol qildi. Prikol qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Joning sog' bo'lgurlar. Meni zotdor xo'rozlarim. Mashqqa borib kelay, hali o'zim yaxshilab boqaman. Meni uylantirib qo'yarmish. Men bu xo'rozni ushlab sho'rva qilib ichaman. Voy bu 5 kilo bor-ku. Buni sho'rva qilib ichgandan keyin qichqirib bermasmikanman? Bo'ydoqman-ku. Assalomu alaykum dada. Shirin ovqatlari hidi kelyapti. Biron nima pishirdingizmi dada? Bir kez o'zing ham kuyib ichgin. Bundaqa mazali sho'rvani umringda ichmagansan. Yo'q dadajon. Qanaqa sho'rva ekan? Nimani go'shtidan? Bu $1000 xo'rozi go'shtidan. Shu xo'rozdan yana bir 4 ta olib kelgan. Maza qilaylik. Nima dedingiz? $1000 xo'rozi go'shti? Dada, nima qildingiz? Dadaga hazil qilish shunday bo'ladi.